Aleyküm. Aleyküm assalom. Fayzullohmi bu? Ha, Fayzulloh men. Ishga kirish uchun ariza qoldirganmidingiz? Ha, ariza qoldirgandim ishga kirish uchun. Afsuski siz ishga qabul qilinmadingiz. Nima uchun hamma yo'g'im yaxshi edi? Kecha parkda pulini yo'qotib qo'ygan odamni esla olasizmi? Haligi esimda. O'sha odam men edim. Siz sinovda edingiz. Afsuski bizga halol ishlar kerak. Bilmagandim, uzr. Afsus. Halollik bu katta pullarda emas, yurakdagi poklikdan boshlanadi. Har kuni pul emas, insoniylik tushib qoladi. Uni topganingda qaytar. Ukam, bu dunyoda hamma narsa sinovda, hech qachon sinov yetmagan. Shundaymi ukam? Ha, bo'pti. Aqllarga to'g'rilmadi. Shaurmaniga bitirarsan. Vijdoningni qiynaydigan bir savol tug'iladi. Men shuncha